Qur'oni Karimda shunaqa insonlar chiqqan, faqat fatvolarni Qur'oni Karimdan olish kerak degan mana oxirgi paytda shunaqalar chiqib qoldi. Nima uchunki Qur'oni Karimda o'sha Alloh taolo ma farratna fil kitabi min shay'in degan. Biz Qur'onda hech narsani chetda qoldirmadik. Ya'ni har bir narsani Qur'on kamrab oldi degan ma'nodagi oyat va o'sha Qur'onni ushlasalaringiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga binoan shunday nimalar chiqib qolgan. Bularga ham aldanib qolmaslik kerak. Chunki bizni nimamiz, asosiy manbamiz Qur'on va sunnat. Ham Qur'ondan ham hadislardan foydalanib turib fuqaholarimiz shu yo'l bilan nima qilgan? Biz ham shu yo'l bilan ketamiz. Chunki ahli sunna va jamoani yo'li shu. O'sha Qur'on nozil bo'layotgan paytda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinda. Hattoki Qur'oni Karimning o'zining ichida oyatga qarasangiz, Alloh taologa va uni payg'ambariga itoat qiling. Qul atiulloh va atiur rasula va ulil amri minkum. Ya'ni itoat faqat bu degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarga ham nima qilishlik kerak bo'ladi? Ergashishlik kerak bo'ladi. Shu Qur'oni Karim o'zi shu narsaga buyurgan bizni. Boshqa bir oyat karimada va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar sizlarga nimani bergan bo'lsa olinglar va nimadan qaytargan bo'lsa tiyilinglar o'sha narsadan degan mazmundagi oyatlar. Bularning o'zi ham o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan tashqari sunnat orqali bayon qilgan narsalarga ham ergashishlik naqadar muhim ekanligini va biz fatvolarimizda ham Qur'on, ham hadis, ham ulamolarni o'sha nimalariga amal qilishligimiz va faqat Qur'onni o'ziga amal qilganlarga ergashgan, Qur'ondan boshqasi hammasi inson deydigan toifalarni fatvolarini uchratib qolsa, ayniqsa hozirgi paytda bitta ikkita paydo bo'la boshladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda ham bo'yini ko'rsatishni boshladi-da. Shulardan ham bir ogoh bo'lib qo'yishsin deb shuni eslatmoqchi bo'ldim o'sha so'zim oxirida. Alloh taolo barchalarimizni haq yo'lda bo'lishligimizni nasib qilsin. Mana bu sizni boshlagan xayrli ishingizni davom qilsin. Shu orqali ko'pchiligimiz o'zlariga diniy va dunyoviy yo'llarini bir to'g'ri topib olishligida bir sizni ham hammamizni hissamiz bo'lsa, biz uchun biz Alloh taoloning oldida juda ham katta bir hujjat bo'ladigan ish bo'lsin. Mana shunday davomiy bir bo'lishligini talab qolamiz. Va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va alihi va sahbihi ajmain.